Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi Motorolamiz yetib keldi. Dizaynga o'zingizga baho beringlar. Faralari ham 4 ta, 5 ta. Kechqurun ancha yorug' qilib yuradi. Hop. Balonlari 5 ga 0, oldi, arqa. Bort uzunligi 1.8, 1 tonnalik. Ancha baquvvat ishlangan. Hop, bortlari ochiladi, mana suvri holatiga keladi. Pastgacha tushmaydi. Hop. Bortlari uzaytirilgan. Ana qo'shimcha borti ham bor, alohida ochiladi bular ham. Akkumulyatoriga kelsak, akkumulyatori 6 ta 68 amperlik, motor miya 500 watt. Hop, nasoslari ham 4 tadan, 2 tadan amortizatorlar bor, prujinasi bor, ressori bor, ancha baquvvat qilingan. Hop, zapaska baloni ham bor qo'shimchasiga. 6 ta akkumulyatori 68 amperlikdan joylashgan. Bular ham ancha baquvvat. Skeleti ham 2 talik ramadan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa manzilimiz o'sha Sergeli Xonobodda joylashganmiz. Bular ham ancha baquvvat qilingan, araf nimalari ko'p, profillari. Hop, komplektida buni hozir ko'ramiz, nimalar bor. Hop, komplektida kaska bor, jilet bor, mana kechqurun отражение qiladi. Hop, poligi bor. Keyin bitta mana ключi bor, domkrati bor, balon ключi bor. Anaqa kobalt putlari bilan, zapaskasi bilan. Пониженный skor, ручной skor. Hop, yangilangan LED tablolar. Hop, radio mikrofoni bor, Bluetooth orqali ulamasalar ham bo'laveradi. Telefon postavka. Поворот, signal, данный ближний. Navicha cho'nchasi ham bor. Cho'ncha narsani qo'yib ketgani juda qulay qilib chiqarishibdi. Xudo xolasa kelaverasizlar, chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Manzilimiz o'sha Sergeli Xonoboddamiz. Keyingi assortimentda skuterlarimiz ham bor.